Dachaga chiqib olib, hali ham dimlama tayyorlayotgan bo'lsangiz, keyin bugun sizga oson usulda barakali chiqadigan go'shtli sayr retsepti bilan bo'lishaman. Kerakli mahsulotlarni bemalol korzinkaga ilovasidan buyurtma berishingiz mumkin. Ilovada go'shtdan tortib sabzavotlargacha barchasi mavjud. Hamma mahsulot barra va yangi holatda keladi. Demak, go'shtimizni yupqa parrak to'g'rab, tuz va ziravorlar suviga solamiz, yarim soatga qoldiramiz. Koreyskiy karamamizni ham faqat o'rta qismi kerak bo'ladi. Svetofor bulg'orini uchburchak shaklda to'g'rab olamiz. Piyozimizni ham videoda ko'rsatilgan holatda kattaroq qilib to'g'rab olamiz. Qizib turgan yog'imizga marinadlangan go'shtlarimizni solib, maydalangan sarimsoq piyoz solamiz. Suvlari ketguncha yaxshilab qovurib, piyoz, karam solib, yana 5 daqiqa qovuramiz. Bir bog' selderra faqat bandlarini to'g'rab solamiz. Pomidorimizni solib qovurib, o'zini suviga 20 daqiqaga qoldiramiz. So'ngra svetofor bulg'ori, mayda to'g'ralgan garimdorimizni qo'shib 3-4 daqiqa dimlasak, taomimiz tayyor bo'ladi. Taomimiz oldiga guruchni garnir sifatida tortishingiz mumkin. Oling, siz ham yeb ko'ring.